Assalomu alaykum hurmatli tibbiyot xodimlari, sizlar bilan doktor Ilhamjon. Bugun hemshiralik ishi birinchi toifa ikkinchi savoliga, ya'ni laringospazmning etiologiyasi, klinikasi hamda laringospazm jarayonida birinchi yordam ko'rsatish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'sh, laringospazm nima? Laringospazm kasalligi bu ovoz bo'ylamlarining inson ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holatda spontan tarzda qisqarishi hisoblanadi. Bu jarayonga olib keluvchi omillar allergiya, chang, kuchli stresslar, qo'rquv, hayajon yoki biror xil oziq-ovqat mahsulotlarini nafas yo'llariga o'tib ketishini to'sish maqsadida spontan tarzda ovoz bo'ylamlari qisqarib qolishi mumkin. Laringospazm jarayoni bir necha sekunddan bir necha daqiqagacha, maksimal 20 daqiqagacha davom etishi mumkin. Bu jarayonda insonlarda klinikada ko'rishimiz mumkin xirillab nafas olish yoki hushtaksimon nafas olishga qiyinlashish hamda rangining oqarishi, ko'karish, besaramjonlik, o'zini qo'yarga joy topolmaslik kabi klinik belgilar. Og'ir holatlarda esa hushdan ketish holatlari, yurak hamda nafas holatining to'xtashi bilan klinik o'lim yuz berishi mumkin. Laringospazm yuz berganda birinchi yordam quyidagicha ko'rsatiladi. Birinchi navbatda bemor tinchlantiriladi hamda tashqi muhit faktorlardan xoli joyga olib chiqiladi. Qisib turgan kiyimlar yechilib, havo kirishi ta'minlanadi. Buning natijasida laringospazm o'z-o'zidan qo'yib yuborishi mumkin. Agarda laringospazm jarayoni o'tib ketmaydigan bo'lsa, bunday holatlarda bemorlarga mushaklarni bo'shashtiruvchi dori vositalari hamda oksigenoterapia tavsiya etiladi. Laringospazm natijasida klinik o'lim yuz bersa, bunda bemorlarga yordam ko'rsatish uchun o'pka yurak reanimatsiyasi o'tkaziladi.